Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hop. Uylarda issiqlik va yozda salqinligini ta'minlamoqchi bo'lsa, quruvchi akalarimiz, ukalarimiz hammani qurilish jarayonida shu narsaga e'tibor qarashlarini so'rayman. Sababi juda ham kerakli narsa. Hozir mana ko'rsataman sizlarga. Mana uni bazalit deydi. Bu bazalit spesialni 5-10 santimetrlarga tashna qilib cho'pi bilan urib ketiladi. Cho'p bilan urib ketilgandan keyin uyda yozda salqin, qishda ozgina radiator bilan qiziydigan qilib beriladi. Xudo xolasa batga elektronli kotellarimizni nima qo'yganmiz, o'shaning uchun panelni qo'yganmiz. Xudo xolasa sizlarga yana sahifalarni ko'rsatib boramiz. Kuzatib borishda va like bosishda charchamanglar.